Qadrli radio anglagıchlar, bugungi roman anglish saytimizda Sevgili Canish xonim yozgan Ko'z yoshlar namdalgan zamin nomli tarixiy aslimini o'qishni davomlashtiramiz. Biz har bir narsaga qattiq diqqat qilishimiz lozim. Chunki yaxshi kunning yomoni kelganda bizning mushu qurgan tashkilotimizning o'zi xalqqa zo'r tashviqot rolini o'ynaydi. Xitoy hukumati bizni mustaqillik uchun qurilgan siyosiy qiyofatdagi partiya deb bilsin. Shundoq bo'lganda ondan xalq ko'ngliga ta'sir qilishi va xalqni uyg'otish mumkin degan narsalarni o'ttirib qo'ydik. Endi partiya bayrog'i ustida to'xtaldik. Ko'p talash tartishlar bo'ldi. Bayrog'ning belgisi oy yulduz bo'lsin degan so'zda hammamiz birlikka keldik deb oy yulduzlik ko'k bayroq bo'ldi. Bayroqni yasab chiqish vazifasi menga topshirildi. Endi partiya programmasi tuzib chiqish ustida nurg'un yig'inlar o'tkazib muzokiralashdik. Programmani yozib chiqish vazifasi Ahmad To'xtag'a topshirildi. Ko'p qatimliq muzokiradan keyin kirish so'zni yozib chiqdi. Kirish so'zda umuman hozirgi hokimiyatning mohiyati to'liq oshkor qilib tushuntirilgan bo'lib, Sharqiy Turkistondagi butun xalqimizga milliy mustaqillik uchun milliy inqilob elib berish kerakligi murojaat qilingan va Sharqiy Turkistonning tarixi qisqacha tunishtirilgan. Sharqiy Turkiston Mehnatkash partiyasining maqsad, yo'linish planlarini cho'ng-cho'ng temalar bilan o'tirib qo'yib muzokiralashdik. Ondan Sharqiy Turkiston tarixini yakunlab, o'zgartirilmagan haqiqiy tarixni to'g'ri yozib chiqishni qaror qildik. Milliy mustaqillik haqida paketlik materiallarni tepib, xulosalab yozishni planga kirgizdik. Sharqiy Turkistonning tarixi va milliy mustaqilligiga oid materiallarni tepish men Malika, Ablekim va Abduzlarga topshirildi. Bütün materiallarni xatchak va pullarni saqlash menga topshirildi. Kashf qilish va to'xtamay izlanish planiga kirgizildi. 1 may bayrami yaqinlashdi. Bayramni qanday o'tkazamiz degan narsa ustida to'xtalib, hammamiz bu kunni Sharqiy Turkiston Mehnatkash partiyasining tashviq varaqlarini xalqqa tarqatib, ammoga hozirgi hokimiyatning mohiyatini tushuntirib, xalqni milliy mustaqillik ko'rishiga chaqiramiz degan fikrni o'tirib qo'ydik va hammamiz bir og'izdan ma'qulladik. Xalq tarqatadigan qog'ozni mashina bilan besib chiqarish kerak edi. Biroq qancha o'ylasakmi buningga amal bo'lmayotdi. Chunki shu vaqtlarda mashinkalar yangi chiqqan bo'lib, cho'ng idora o'rinlaridan boshqa shaxslarning setib elishi mumkin emas edi. Buningga faqat amal bo'lmaydi. Shuning bilan shifrograf orqali yozib chiqmoqchi bo'ldik. Lekin shu vaqtlarda shahar bozorlarda butun narsa normallik bo'lib, hatto normig'imi biror narsa tepib setib olish qiyin edi. Uning ustiga shifrograf degan narsani birorimiz yaxshi bilmayotganmiz. Shundoq bo'lsa-mu, biror amal qilib shifrograf bilan yozamiz deb uni setib olishni qaror qildik. Bizda faqat a'zolik badlidan yig'ilgan 15 yuan pul bor edi. Bu pulga ham qog'oz va shifrograf setib olmoqchi bo'ldik. Shuning bilan belgilama bo'yicha atsi Malika ishkimiz darsni tashlab shaharga shifrograf izlab ketdik. Butun do'konlarni izlab shifrograf topolmadik. Ba'zi do'konlarda bor ekan, biroq maktab yoki idora tashkiliy o'rinlarning tunishtirishi bilan setildi ekan. Shuning bilan bir kun butun Urumchini izlab shifrograf setib olmay, quruq qo'l maktabga qaytib keldik. Endi mumkin bo'lmasa, bosma qog'oz orqali besib bo'lsa chiqarayli degan o'yga kelib, bir kurubka qora qog'oz setib oldik. Tashviqot tarqatish o'rinlarini va kimlar qayerlarga tarqatishni belgilab chiqqan bo'lsaqmi, lekin tashviqot qog'ozlarini qo'l bilan yozib chiqish ancha yaxshi usul emas edi. Kuchimiz oz, iqtisodimiz yo'q, bundoq sharoitda bundoq cho'ng ishni qilish tez o'xshaydi.
kelar yili qilsak bo'larmikin? Yaxshi tayyorlik qilib, bir oz iqtisod to'plab, baldiroq boshlaymiz degan plan bilan may bayramida tashviq qilishni to'xtatdik. Bayramdan keyin doirani kengaytirish kerak deb a'zo qabul qilish ustida muzokara o'tkazdik. Men Sajidani ko'rsatdim. Qarorda qabul qilingandan keyin Sajidani tarbiyalab qabul qilish vazifasi menga topshirildi. Sajida ikkimiz bir yotoqda bo'lganligimiz uchun ko'nglimiz yaqin edi. Dastlabda ehtiyot bilan so'zlashsakmi, lekin bir-birimiz bilan shundoq tez chiqishib ketdik. Bargan sari ishonchlik ochiq so'zlashalaydigan bo'ldik. Oxiri uningmi biz bilan o'xshash fikrda ekanligini his qildim. Shuning bilan biz ochiq so'zlashgandan keyin 2-3 kun ichida muvofiq bir paytni tepib, rasmiyat o'tab, a'zolikqa qabul qilmoqchi bo'ldim. Lekin keyin echilgan yig'inning qarori bo'yicha Sajidani oblis a'zolikqa qabul qilib, Nurnisoni tarbiyalab qabul qilish vazifasi menga topshirildi. Xo'pirga Xolidni, Oblikimga Oblayni tarbiyalab a'zolikqa qabul qilish topshirildi. Oblikimning Oblayni qabul qilishiga men qo'shilmadim. Chunki u ikkisi o'tirsida bir oz ziddiyat bor edi. Bu to'g'rida Oblay menga deb bergan edi. Lekin mening fikrim rad qilindi. Yana a'zo qabul qilish masalasini o'tirib qo'yganda, qabul qilish doirasini o'quvchilardan sirt kadrlar va boshqalarni sinab ko'rsak, agar biz o'ylagan ish kelib chiqsa ajab emas degan fikrni oblis o'tirib qo'ydi. Biroq Ahmad aka oblisning so'ziga qo'shilmadi. Bundoq o'rinish xatarlik. O'zimizni o'zimiz tutib bergandan boshqa gap emas, dedi Ahmad aka. Lekin oblis o'z fikrini qo'llab, bizga texmo atrofliq tushuntirishga boshladi. Bu ishni biz o'zimiz ishlamaymiz. Mana hozir doktorxonada yozuvchi Alqam Axtam davolanib yetibdi. U odam vohidlar bilan bir yerlik. G'uljidan bu ishqa vohidni selish kerak. Hol so'rab kirgan bo'lib, u yoq bu yoqdan so'z echib chekib baqsin. Mana shuningdan bilamiz. Vohidning o'zimi shundoq iznib yurganlarning biri. Buning bilan bizning tashkilotning munosabati yo'q. Vohidni selib ko'rish kerak. Mening o'ylashimcha, u odamni yozuvchi bo'lgandan keyin ko'zi ochiq, haqiqatni ko'ra oladigan, xalqparvar, vatanparvar kishi deb o'ylayman. Bu ishni men qoldiringlar. Oblis shundoq deb o'z fikrida ching turdi. Rais Iminov qanday odamdir? Oblikim bu savolni xuddi tuyuqsiz bir narsa deb olgandek o'tirib qo'ydi va hammamizga qarab turib so'radi. Shu odam bilan uchrashib kelgan bo'lsak deyman. Ahmad to'xta ochiqlanib, o'rnidan turib ketdi. Sizlar nima o'ylaysizlar? Bu ishda oldirab ketgil bo'lmaydi. Oblikim degan so'zdan xijil bo'lib turib qoldi. Munozirlar uzunga so'zilib, soat 12lar bilan cho'nqur hayajon va his tuyg'ular ichida yotoqqa qaytib keldik. 3 kundan keyin Vohidning Alqam Axtam bilan uchrashgan xabarini oblis hammamizga yetkazdi. Vohid kirib, u yoqdan bu yoqdan holishib so'zlashgandan keyin gapning uchini chiqarib, Xinjiangdagi hozirgi vaziyat ahvollarini, Xanzu xalqining ko'plab kelishining ofatlarini va kelgusi turmushini so'zlagicha Alqam Axtam Vohidga vaqirab: Xinjiang xalqi Xanzu xalqisiz yashamaydi. Xinjiang Jungodan ayrilsa, Amerika jahongirligi yem bo'ladi. Siz to'liq bundoq ishlarga boshqa turmay, singan neningizni yeb, o'qishingizni o'qing. Bo'lmasa, men sizlarni maktab tashkiliga deyman, deb vaqirab ketibdi. Shundan keyin Vohid o'rnidan turib chiqib ketibdi. O'quvchilar bu xabarni anglagandan keyin har qatim Alqam Axtamning yotog'ining oldidan o'tganda xoin, vatan sotquchi xoin, yaloqchi, Xitoyparast deb tan qilib o'tadi. Bu ahvol yuz bergandan keyin maktab tashkiliy tarafidan o'quvchilarga yig'in ochildi.
Bundaq ahvol, bundaq so'zlar maktab tashkiliga kunda degdek xabar qilinib turganligi uchun ogohlantirish yig'ini ochsimi, ancha bak ta'sir bo'lib ketmaydi. Bugungi yig'indimi Vohid bilan Alqam Aqdam o'tirisidagi narsani so'zlab ogohlantirib qo'ydi. Endi Ablikimning Ablayni qabul qilishida Ablikimning so'zini anglab, tashkilotga qatnashishni qabul qilib, 1-2 kundan keyin rasmiyat o'tashning oldida yaltiyib oldi. Bu ish uchun Ablikimni tashkilot ichida ogohlantirib, a'zo qabul qilishdan vaqtli to'xtatib qo'ydi. Tashkilotdagilar Ablayni tashkilotimizni pash qilib qo'ydigan bo'ldi deb qattiq ansirashdi va Ablayning ahvolini kuzatib turish uchun meni belgilab qo'ydi. Chunki men Ablay bilan bir guruhda bo'lg'ash, uni uchirtib turadigan fursatimiz ko'p edi. Shunga muvofiq shaxs men bo'ldim. Ham boshqalarmi ko'z quloq bo'lib turadigan bo'ldi. Agar bu ishni Ablay maktab tashkili yoki boshqa o'rinlarga pash qilib qo'ysa, buning amalini izlamay bo'lmaydi. Lekin men Ablayning unda qilmaydiganligini bilatdim. Chunki uni biz bilan o'xshash fikrda edi. Har vaqt meni ko'rsa, jamiyat, vaziyat, xalq turmushi va Xitoylar to'g'risida qaynab so'zlaydi. Milliy yuragi bo'lsa-mu, faqat shu tashkilotga qatnashib, a'zo bo'g'isi yo'q o'xshaydi. Ablay undaq askarlikni qilmaydi, deb ularni xotirjam qildim. 6-oyning 5-i. Bir kuni tushdan keyin men yotoqdoshlarim yotoqda yo'q fursatdan foydalanib, yotoqlarni yuvib, tozalab, chiroyli qilib ratlab chiqdim. Ustal ustiga o'zim o'stirgan 2 toshdak gulimni qo'ydim. Gullarni shundoq chiroyli echilgan ekan, yotoqqa boshqachalar yo'sin qo'shdi. Tashkilot bayrog'idan 2 bayroqni 2 toshdakka sanjib qo'ydim. Viloyat milliy mustaqillik inqilobini davomlashtiramiz degan maqsadda Turnisa qo'l ko'tarib, qasam qilib, jamiyatga rasmiy a'zo bo'lib kirdi. 7-oyda Sajida a'zolikqa qabul qilindi. Shu kundan bir necha kun keyin maktabda tuyuqsiz cho'ng yig'in ochildi. Bizning maktabga mashina bilan Xinjiang universiteti, Neft instituti, 1-avgust yezigilik instituti, Palla akademiyasidan vakil bo'lib, nurg'un o'quvchilar kelib, maktabning cho'ng zalida yig'in bo'ldi. Yig'inda Abdunum rayonlik jamoat xavfsizlik nazoratining boshlig'i Anvar Jakolin doklad berdi. Xinjiang universiteti, Ko'mirkon instituti, 1-avgust yezigilik instituti, tibbiy instituti, Palla akademiyasi bo'lib, bir qancha o'rinning qozoq o'quvchilari aksiyachi tashkilot qurgan. Bularning ichida kadrlarmi bor. Biz bularni qo'lga oldik deb, qo'lga ilinganlarning materiallarini o'qib chiqdik. Bular O'rinboy, Almaqan, O'rkunbek, Atmishbek degan ismdagi kishilar edi. O'rinboy bizning maktabning 2-qaror o'quvchisi. Almaqan bizning maktabning fizika kafedrasining o'qituvchisi edi. O'rkunbek Sovetda o'qib kelib, Palla akademiyasida ishlaydi. Atmishbek 1-avgust yezigilik institutining o'quvchisi bo'lib, bular bir qancha 10 odam G'o'lja, Cho'chak, Oltayni, ya'ni 3 viloyatni Sovetga qo'shib, qozoq davlati qurmoqchi bo'lganligini doklad qilib, ularni vatan xoini, vatanni sotmoqchi bo'lgan aksi inqilobchi, millatchi xoinlar deb tanqidladi. Butun zal surlik va ko'ngilsiz bo'lib, zalning ichi qattiq jim bo'lib ketdi. Butun odam midir qilmay o'ltiradi. Hatto yutilishga va so'zlashga petinolmasdan tip-tinish o'ltiradi. Dokladdan keyin har odam o'z maktablariga, o'z guruhlariga qaytib, bir hafta dars to'xtatib, ularga qarshi o'g'inish qildik. Ularning qo'lga ilinishi butun kishiga cho'ng yo'qotishdek bilindi. Ularning keyindilla tibbiy institutning 2-qaror o'quvchisi Kamolbekni, Xinjiang universitetidan Kobanni, Ko'mirkon institutidan Kakanni,
1 avgust yezgilik institutidan qalini qo'lga ilib ketdi. Qadrli radio do'stlar, bu qimmatli tarixiy aslimning davomini keyingi qatim davomli qo'zg'olonlar sunamiz. Diqqati bo'lganlarga rahmat, xayr xo'sh, Xudoga omonat.